$25,500 dollarga tayyor kirib yashasa bo'ladigan 3 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Dang'ara hududi Qirqlar mahallasidan. Eshigidan kirib kelganimizda chap tomonda o'zini bitta xonasi bor. Remontlari juda yaxshi holatda turibdi. Bu tomonda o'zini ikkita xonasi bor. Bu tomonda chala imoratlar bor ekan. 4 ta xonaga moslab qo'yishgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Xonalarni ichini bir yarga ko'rib chiqamiz. Bu xonasidan oshxona hisobida foydalansangiz bo'laveradi. Remontini qilish kerak ekan bu xonasini. Bu tomonda xonalarini ko'rishingiz mumkin. Remontlar o'rtacha holatda turibdi. Bir ikkita ishlovni berib turib, bemalol ko'chib kirib yashasa bo'ladi. Bu xonasini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Bu xonadonimiz 2 xonali domni pulidan ham arzonga ketyapti. Biz bu uyimizni lokatsiyalarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Bemalol lokatsiya orqali kelib, uyni ko'rib, egalari bilan savdo qilishingiz mumkin. Bu tomonda o'zini yana bitta xonasi joylashgan. O'zini mehmonxonasi bo'lyapti. Bu xonadonimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldirib ketamiz. Bemalol bizning nomimizdan chiqib, baraka qilishingiz mumkin. Umumiy yer maydoni 5 sotidan iborat bo'lyapti. Aloqaga chiqishingiz mumkin.